Hurmatli do'stlar, obdonlashtirishni ishlaydigan onaxonlarimiz kelishdi mana. Sekin-sekin mana shu 1, 2, 3, 4 ta va somsamizdan 5 ta pozitsiyani topshiramiz xudo xolisa. Qani ketdik. Aqldirdik, sizlar ro'yxatda bor ekansizlar. Tak. Bolajonni ko'plab olmaydi, bolasi ko'p. Kim? Вот вам 2 пакета сладостей для детей. И вот 11 ребенка, значит, вам продукты побольше. Вот еще самса. Здесь больше 11, ладно? Спасибо. Nechta? 3 tami bo'la. Mana uning ichida yangilga zo'r dasturxon yozasiz. Qarang, tovuqi ham bor, go'shti ham bor, kolbasa sosiskasi ham bor, somsasi ham bor, yog'i ham bor, guruchi ham bor, hammasi bor. Lekin bizda duo yo'q. Topgan-tutganiga baraka bersin, yoningizga, yordamchilaringizga, hammasiga katta rahmat. Sizlarga Hadi saçakon bolajonlar bormi uyda? Nechta? 8 tami? Voy, qattiq olyapsizlar ularni. Qani? Mayli, bozorlikni zo'r qilganmiz. Bu yerda 1,5 millionlik bozorlik. Oylik nechta pul? 2 million 300 ming. 2 million 300 ming. Ha, bo'ldi, bitta oyligingizni o'zingiz ishlatasiz, buni produkt saqlab qilasiz. Ko'rdinglarmi, ayol kishini shunaqa formada ishlashsa ham har doim go'zal bo'lganlari keladi. Tinoqni ko'rasizlarmi? O'shaning uchun ayollarimiz erkalashimiz kerak. Bular o'zlari qora ishda bo'lsa ham qalblari oq, go'zallikka har doim intilishadi. Biz erkaklar buni podдержка qilishimiz kerak. Hali sizlarni biz shunaqa proyekt qilmoqchimiz. Bir kun vaqt ajratib, oborib, kiyintirib, sochlarni qilib, do postligani, podium qizil sholchani solamizda,
sovchilar unaqa yurib kelasizlar qarang, shunaqa qilmoqchi. Bolasini olib borsam, poli kiyintiramiz, eskisi kiyimlarni tashlaysizlar. O'tida kiyintiramiz, o'tida eng zo'r vizajistlar, tirnoqlarni, oyoqlarni hamma joyi to'g'rilashadi-da. Keyin eri yo'liga eram topib beramiz, hamma qilib beramiz. Bo'ldimi? Bizda hali mana bu yerda 10 ta xonadonga olib boradigan produktlarimiz turibdi. Общий bizda 25 ta edi. Neki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, Allohim yaxshi niyatlaringizga yetkazib o'zidan o'zi Mana shu bilan bugungi ehsonimiz obodonlashtirishdagi onaxonlarimiz rizqi ekan. Ularning bolajonlari eng ko'plarini tanladik, berdik, topshirdik. Mana videoda qaysidir kadrda aytdilar, 2300 ming oylik olaman dedilar. Bu 2300 mingni endi xudo xolasa o'z ro'zg'orlarini boshqa narsasiga ishlatishadi. Balki maktab kiyimiga, o'zlarining qishki kiyimiga, отопление, svetga, gazga bilmadim, lekin zo'r qilib produktlarni topshirdik, duolarini oldik. Bizda har doim shunaqaki haligi hozir ko'ryapsizlar, boy odam kelsa to'yi to'ridan joy qilib berishadi. Bloger yulduz kelsa to'yi to'ridan joy. Hamma boy bo'lsa, zo'r bo'lsa, uni hammada hurmati bor. Mana shunaqa ba'zi bir kasb egalarini har doim ikkinchi sort odamga chiqarib qo'yishadi, tabaqalanishga chiqarib qo'yishadi. Biz esa har doim shunaqa onaxonlarni, onalarni begonasi bo'lmaydi degan shior ostida har doim shunaqa yaxshilik qilib yuramiz. Bu yaxshiliklarimizda biz bilan birlashayotgan aka-ukalarga albatta rahmat. Albatta bundan oldingi necha yillik ehsonlarimizda har xil gaplar, fitnalar, tuhmatlagan qolgan joylarimiz bo'lib, arazlab qolgan joylarimiz ham bo'ldi. Lekin bir kunga ham to'xtatmaganmiz. Pinxona qilib yurdik, oshkora qilmasdan. Endi oxirgi kunlarda Telegramdagi alohida ustiga kurik 20-30 kishi birlashib, yana shunaqa ishlarni kam-kam bo'lsa ham to'xtatmasdan davom etmoqdamiz. Chunki bu dunyoda bugun oxirgi kunimiz bo'lishi mumkin. Buni hech kim bilmaydi. Bizaga eng qoladigani esa biza eng nima deydi? Olib ketadiganimiz faqat berganimiz, ya'ni olganimiz emas, berganimiz bizniki. Dasturxon yozishadi, sho'rvalarni qilishadi, oshlarni qilishadi, siz bilan bizga duolarni qilib qo'yishadi. Hammalarga rahmat. Barchamizdan yaratgan